Gaymaritda o'zini belgilari bor-da. Mana masalan, ko'pchilik keladi-da, "Men gaymarit o'qiganman" deydi. Gaymaritda o'zini belgisi bor. Birinchi belgisi o'tkir gaymarit haqida gap ketyapti-da bu. Bular hali yoshlar, surunkali deb aytishimiz uchun hali ko'rsatma yo'q bo'ladi. Yiring to'plangandan keyin, yiringga organizm turgandan keyin isitma berish kerak. Хотя бы qaqshashlar bo'lishi kerak. Unaqa narsalar yo'q sizlarda. Burun doim bitishi kerak. Gaymariti bor bo'lgan odammi? Burun bitmasa, u gaymarit deb aytolmaymiz. Keyingisi burundan yiringli ajralma kelishi kerak. Burun aytadi, qurunim oqyapti deydi. Qanaqa rang oqyapti desak, oq suv oqyapti. Oq suv gaymaritni belgisi emas, u sap-sariq yashintir sifat bo'lib oqishi kerak. Keyingisi biza ko'rganimizda ham shu yiring turgan bo'lishi kerak. Keyingisi boshi egganda og'riq kuchayib ketishi kerak. Og'riq o'zi bo'ladi gaymaritda yiring hisobiga, lekin bosh egilganda kuchayib ketib qoladi. Mana shu belgilar bo'lsa, deyarli 90% holatda biz gaymarit deymiz. Lekin bu belgilarning ba'zisi bo'lib, ba'zisi bo'lmasa, unda rentgen tushirib, keyin rentgenning xulosasiga ko'ra biz gaymarit yoki gaymarit emasligini ayta olamiz.